viruslar ular to'xtamaydi, ular ham takomillashib boraveradi va borib oxir aytaman hayotingiz baribir garmon bilan boshlanadi. Kelajakda kuzatilishi mumkin bo'lgan kasalliklar haqida ham ma'lumot beradimi? Endi suyuksiz yura olmaysan degan vrachlar. 80-90% kasalliklar nasldan naslga o'tadi. Ekologiya, havo ifloslanyapti deyapmiz. U dog' bo'lib ketardi, shunaqa qitishardi qo'lingiz. Agar bitta stress bo'ladigan bo'lsa, o'sha o't suyuqligi. Mana bir hafta bo'ldi hali erigani yo'q. Bugun ham eksperimentda ko'rdik. Quloqlarimdagi quloqchinni ko'rib hayron bo'layotgandirsiz. Meni o'zim ham biroz hayratdaman, lekin bugun men aynan butun tana a'zolarimni maxsus apparat yordamida tekshiruvdan o'tkazmoqchiman. Sizni guvohligingizda qanday kasalliklarga moyilligim bor yoki yo'qligini hozir bugun bizga Dilfuza opam aniqlashtirib beradilar Ganoni maxsus apparatida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barchani yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bu apparat Abiron deyiladi. Oxirgi versiyasi prosta bu notebookga ustanovka qilingan. Qanday aniqlaydi? Mana oddiy qilib aytganda biza minglab hujayralar to'plamidan iboramiz. Har bitta tirik hujayramiz tirik narsa o'zidan qanaqadir to'lqin chiqaradi, chastota chiqaradi. Endi sog'lom holatda bu hujayra chastotasi boshqacha bo'ladi. Agar unda patologiya bo'lsa, kasallik bo'lsa, bu chastota o'zgaradi. Aynan biofiziklar tomonidan bu hujayralardagi organlardagi chastotalar kasallanganda qanaqa bo'ladi, sog'lom holatda qanaqa o'rganilganda programma qilib bitta chipga joylashtirilgan bu va buni miya hisoblanadi bu chip va sizda apparat shunaqa aqlliki, qayerda o'sha chastotalar o'zgargan bo'lsa, o'shalarni bular ushlaydi. Va aynan siz masalan bosh og'riq bo'lib keladigan bo'lsangiz, muammo boshda emas, o'tda, muammo quloqda emas, boshqa joyda degan nimalarni versiyalar ma'lumotlarni beradi. Diagnostika bilan biza diqqatimizni tanani qaysi a'zosiga qaratish kerakligini bilamiz va aynan o'sha terapevtik mahsulotlarni o'sha a'zoni chakrasi nuqtasiga qarab beramiz. Masalan, sizda o'pkada, nafas yo'llarida muammo bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu Gold seriya mahsulotlarni ertalab soat 4 ga beramiz. Nima uchun? Chunki soat 4 da o'pka chakrasi uyg'onadi. Agar insonda oshqozon bilan bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, diagnostikamiz oshqozonda muammo deb ko'rsatadigan bo'lsa, biz bu mahsulotlarni soat 8 ga beramiz, chunki soat 8 da oshqozon o'zini detoks qilib boshlaydi. Agar muammo sizda yurak qon tomirida bo'ladigan bo'lsa, diagnostikamiz yurak qon tomirida deb ko'rsatadigan bo'lsa, biz bu mahsulotlarni soat 11 ga beramiz, chunki 10 bilan 12 ning o'rtasida yurak qon tomir o'zini detoks qiladi. Ya'ni o'sha infarkt, insultlar ham agar bunday nazorat qiladigan bo'lsangiz, shu 10 bilan 12 ning o'rtasida kuzatiladi ko'proq bemorlarda. Apparat aniq tashxis qo'yadimi? Ha, albatta, qayerda patologiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha organni aniqlab beradi. Kelajakda kuzatilishi mumkin bo'lgan kasalliklar haqida ham ma'lumot beradimi? Da, endi shu narsa borki, mana qarang, maktabda o'quv mikroskopi bor, ilmiy tekshirish institutlarida elektron mikroskop bor. Elektron mikroskop ko'rsatgan narsani o'quv mikroskopi ko'rsatmaydi. Uni ko'rsatish darajasi bor. Xuddi shuningdek, har bitta tekshiruv apparaturali tibbiyotda qo'llanadigan apparatlarni o'zini ko'rsatadigan darajasi bor. Endi bunda shunaqaki, bu hujayra darajasidagi patologiya, ya'ni o'sha yerda hujayrada bo'lyapti, hali organ darajasiga chiqmadi. Uni biz o'zimiz ham sezmaymiz. Mana shunday holatda bu o'sha joydagi patologiyadagi o'zgarishni ko'rsatadi, muammoni ko'rsatadi va biza o'sha qaysi organ chakrasiga qarab yozish kerakligini bilamiz va sizda kuzatilish kerak bo'lgan kasalliklarni ham oldi olinadi. Hozir meni tekshirasizmi? Da. Demak, qulog'imga taqib turishim kerak-a buni? Qancha vaqt davomida tekshirasiz? Endi bitta bemorni 15-20 daqiqa, agar bemorda o'sha mijozda kasallik ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu shunaqaki, o'sha kasal
muammosi bor joyga o'zi kirib tekshiraveradi. Masalan, bitta jigarni men komanda beradigan bo'lsam, o't qopida muammo, o't qopini ichiga kirib, yana uni ichiga kirib bu tekshiradi. Shuning uchun ham apparatda tekshirayotgan paytda biza bunga boshida komanda beramiz, uni to'xtashiga komanda bermaymiz, chunki apparatda o'zi uni aniqlaydi, qay darajada sizda kasallanish. Hozir naushnik orqali qanday tekshiradi bu ma'ni? O'sha rezonans to'lqinlarni ushlaydi. Tanada ketayotgan rezonans organizmga hech qanaqa xuddi rentgen nurlariga o'xshab zarari yo'q buni. O'sha faqat tabiiy holatda organizmda to'lqinlar chiqadi, shuni ushlab oladi bu narsa. Qarang, mana hozir sizni bir sira diagnostika qildik, bir boshdan oyoq. Sizda hozirgi bosh miyada qon aylanishida ozgina narusheniya bor, menimcha boshlaringiz og'rib turadi. Ozgina qalqonsimon bezda muammo bor ekan, tomog'ingiz menimcha tez og'rib turadi. Ikkita bodomchasimon bezlar yallig'langan holatda turibdi. Qoningiz kamroq, oshqozoningizda bir jiddiy muammo yo'q, ozgina gastriti bor. Jigarlaringiz, o'tlaringiz ham yaxshi, ozgina dimlanish bor nimangizda, o't qopida. Hozir sizga mahsulot ichiramiz, 1 soatdan keyin mana gano choy bilan kapsulalar, keyin yana qayta diagnostika qilamiz. Chunki mahsulotlar juda ham kuchli, sababi 100% so'riladi tanaga. 100% so'rilgan narsani effekti ham 100% bo'ladi. Mana qarang, oddiygina suv, Reshi Gold nima qildik? Juda ko'p eksperiment qilamiz biza bu bo'yicha. Mahsulot 100% eruvchi, chunki juda yuqori know-how texnologiyasi asosida ekstrakt holati, ya'ni tomchi holatda nima qilgan. Bu oddiy suvda mana Reshi Goldni oldim, chunki eng zo'r mahsulot va bularni olib bittasini solasizmi, ikkitasini solasizmi, nechtasini solsangiz ham hammasida o'sha suvga tushgandan eriydi. Hech qanaqa bundan nima qolmaydi mana. Qobig'ichi? Qobig'i ham erib ketadi. Ustiga solsak mana qarang. 100% eriydi. Hattoki endi bunga biroz vaqt kerak. Dori bilan qo'shib solamiz. Kecha men aptekadan bitta kapsula olib keldim. Mana 1 hafta bo'ldi, hali erigani yo'q. Bugun ham eksperimentda ko'rdik. Buni ham qobig'i bilan solganmiz. Qobiq erimasdan turib, qobiqning ustidan rangi chiqyapti-da buni, chunki endi biroz erish uchun vaqt kerak, chunki bu sovuq suv, hozir ichkarida harorat bo'ladi-ku, bari tezroq eriydi-da. Juda tez erib ketadi. Birinchi navbatda sizga Reshi Gold mahsulotini beraman. Bir emas, 2 ta kapsula beraman, chunki qon aylanishga juda ham yaxshi bu mahsulotlar. Exelium Gold albatta buni yonida bo'lish kerak bu mahsulot. Gano choy bilan birga ichadigan bo'lsangiz, bu suv bilan ichsam ham so'riladi. Bo'ladi, suv bilan ichsangiz ham so'riladi. Issiqmasin choy, issiq ketmadimi? Biroq suv bilan ichmasangiz tomog'ingiz yopishadi, tez eriydi. Qanaqa yaxshi? Yaxshimi? Birdan yopishib qoladi-da, kam suv og'ziga ushlab tursangiz juda tez eriydi. Chunki biz eksperiment qilamiz. Aptekadan dori olib kelib solib qo'ydim kecha, 1 haftada ham erigani yo'q. Aeration solamiz. Sirasi erib ketadi-da bu narsa. Ko'rib turganingizdek tekshiruvlardan o'tib oldim. Hozir suhbatimiz davom etadi. Bugun mavzuyimiz ko'pchilikdan kelgan savollar bo'yicha allergik kasalliklar, allergiyaga moyillik va astma, tomoqdagi kasalliklar bo'yicha juda ham ko'plab murojaatlar kelib tushgan. Shular bo'yicha suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun ko'pchilik ekologiya sabab allergiya
qo'zg'aluvchan va allergiyaga moyillik kuchaygan deb aytishadi, lekin men sababini boshqa tarafdan aytgan bo'lardim. Ya'ni psixolog sifatida bugungi kunda odamlarda stressga chidamlilik juda ham kam va g'azab me'yordan ortib ketganligi hisobiga tana o'zini o'zi allergiya ko'rinishida tozalash. Ya'ni biz allergiya deymiz, lekin aslida tana o'zini o'zi g'azabdan tozalayotgan bo'ladi. Bugun aynan allergiyani keyingi bosqichlarida psoriaz ko'rinishida deylik, ekzema ko'rinishida yoki eshak yemi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ya'ni bu kuchli darajaga o'tib ketishi allergiyanida. Aynan mana shunday kasallik bilan murojaat qilganlar va undan shifolanganlar bormi bu mahsulotlarni iste'mol qilish orqali? To'g'ri savol berdingiz. Allergik kasalliklar hozirgi paytda ham yosharib ketyapti, soni ham ko'payib ketyapti. To'g'ri, bir tarafdan ekologiya, havo ifloslanyapti deyapmiz, ishlab chiqarish ko'payyapti deyapmiz, lekin baribir har qanday tashqi ta'sirlarga, tashqi faktorlarga inson organizmida adaptatsion potensial bo'lishi kerak, ya'ni moslanuvchanlik va bunga qarshi kurashuvchanlik bo'lishi kerak. Viruslar ular to'xtamaydi, ular ham takomillashib boraveradi. Shunga yarasha yagona yo'l biza bunga qarshi bizning immun tizimimiz turib bera olishi kerak. Endi allergik kasalliklarning ko'pisi asab bilan bog'liq holatlar bo'ladi. Bularda natija olganlar bizda juda ham ko'p. Ayniqsa mana astmatiklar, nafas qisma kasalliklari bilan havo yetmaydigan holatlar, ozgina harakat qilsa nafasim tiqilib qoladi deydi. Mana shunday holatlarda ham juda chiroyli natijalar olganmiz. Chunki asli allergiyani qaraydigan bo'lsangiz, har bitta tanamizda 70 trillion hujayra bo'ladigan bo'lsa, har bittasi o'zidan gistamin degan oqsilni ishlab chiqaradi. Bu oqsil agar hujayrada qanaqadir o'zgarish, nosog'lom qanaqadir kasallik boshlangan bo'lsa, nimadir yetishmasa yoki hujayrada qanaqadir toksinlar to'planib bo'ladigan bo'lsa, hujayrada struktura buziladi-da, o'sha norma holatda gistaminni normadan ko'p ishlab chiqaradi. Normadan ko'p, butun tanada gistamin ko'p ishlab chiqarilgandan keyin bizani sezuvchanligimiz oshib ketadi. Kimdir changga, kimdir ziravorlarga. Ko'pchilik changga. Va aynan menda oldin allergiya yo'q edi-da. Onamda lekin changga nisbatan tuproqqa kirsalar, tuproq bilan ishlasalar bo'lardi. Bo'lishi mumkin. Bu endi onamda 35-37 yoshlardan bo'lgandir. Menda ham eng qizig'i ayni shu yoshda boshlandi. Bo'lmasa men tuproq ishlarini qilganman. Agar ishida kerak bo'lsa yotardim, charchab ketgan paytim gradkani o'rtasiga yotib olib uxlardim-da. Hozirgi paytda ozgina chang his qilsam, o'sha allergiyam qo'zishib boshlaydi. Butun tanam qichishadi, qayerimga chang tekkan bo'lsa qichishadi va yuvinib qaytadan butun kiyimni almashtirmagunimgacha men tinchlana olmayman. Bu genam surarkanda deyapman-da, o'zi changga bo'lgan allergiya, bilasiz, psixosomatikasi qanaqa ekan? Oilada urush janjal bo'lganda chang ko'tariladi. Buni psixika shunaqa saqlab qolar ekanki, o'sha paytda tanada xotira bo'ladi-ku, terimizda, hujayralarda xotira bor. O'sha vaziyatni, ya'ni to'zon ko'tarilgan, chang ko'tarilgan saqlab qolganligi hisobiga har doim havoda chang sezsa ham allergiya ko'rinishida eslatishni boshlar ekan bizga. Qarang, qanaqa qiziq bizni psixikamiz ham, bizni tanamiz ham qiziq. To'g'ri, juda ham qiziq ma'lumot bu, lekin nasliy deymiz, deyarli 80-90% kasalliklar nasldan naslga o'tadi, lekin bu aynan o'sha kasallik bilan kasallanadi yoki og'riydi degani emas. Bilgan holatda biz buni oldini oladigan bo'lsak, bundan bemalol bu kasallik bilan og'rimaslik mumkin. Endi changda holatda o'sha gistamin, men aytgan o'sha gistaminni miqdori oshib ketgandan keyin kimdir changga, kimdir ziravorlar hidiga, kimdir atirlarning hidiga yoki gul changga nisbatan polinoz deyiladi, bu sezuvchanlik oshib ketadi. Endi nima qilamiz? Odatda allergolog shifokorga boramiz. Allergolog shifokor tavsiya qilayotgan mahsulotlarni, o'sha dorilarni hammasini nomi har xil bo'lishi mumkin, har xil firmada, lekin ochib ichidagi qo'llanmasini o'qiydigan bo'lsangiz, hammasida yoziladi antigistamin preparat. Ya'ni bizani tanamiz ko'p ishlab chiqarayotgan gistaminni ta'sirini neytrallab turadi, xolos. Lekin hujayra ichidagi gistamin
nosozlik baribir turadi. Siz o'sha payti ozgina yengillashasiz, yaxshi ekan bu vrach chiroyli назначение qildi deysiz, lekin kuzga kelib, bahorga kelib aynan allergiya mavsumiy mavsumga ham juda ham bog'liq kasallik hisoblanadi. Bu yana qo'zg'aydi. Chunki dorilarning ta'siri ketadi. Endi sizga yildan yilga vaqt o'tgan sari kuchliroq antigistamin preparatlar tavsiya qilinadi va borib oxir aytaman hayotingiz baribir garmon bilan boshlanadi. Chunki qancha farm iste'mol qilsam bo'lsangiz, shuncha bizani zo'r bitta a'zomiz bor. Kanalizatsiya deyman men doim, kanalizatsiya yaxshi bo'lishi kerak deyman. Ming hamma narsangiz tillodan bo'lgan bilan kanalizatsiya ishlamasa bir tiyinga qimmat uyingiz kanalizatsiya ifloslanib boradi. Kanalizatsiyada o'sha yo'g'on ichaklarimizda hattoki 12 kilogrammgacha qumlarni, xalta chiqindilarni yig'ish xususiyatiga ega. Bular garmonlar uni mahkam qilib, betonlab, umuman chiqmaydigan qilib joyiga joylashtirib qo'yadiki, umuman garmonlardan organizmni xalos qilish ancha qiyin masala. Shuning uchun ham aynan shu mahsulotlardan, Gold seriya mahsulotlardan shunaqa chiroyli natijalar olganmizki, sababi qanday, nima uchun? Bu tanada ko'p ishlab chiqarayotgan gistamin bilan ishi yo'q. Bu mahsulot shunaqa ishlaydi, hujayrani ichida nima nosozlik bo'lyapti. Uni yadrosida, unda mitoxondriya, Golgi kompleksi, endoplazmatik tor degan murakkab strukturasi bor. Men aytamanki, bitta hujayra eng katta zavod bizda Asakadagi mashina zavod bo'lsa, undan ham murakkab katta zavod u. Chunki Asakaga mana erkaklarimiz bilsa kerak, mashinani ko'p qismlari tayyor holatda keladi. Hujayraga ruda holatda kiradi. Biza o'simlikka xos bo'lgan oqsil yog' uglevodlarni yeymiz, hayvonlarga xos bo'lgan oqsil yog' uglevodlarni yeymiz. Ular bizada murakkab ovqat hazm qilish sistemasida mayda bo'laklarga bo'linadi-da, inson tanasiga xos bo'lgan oqsil yog' uglevodlar. Buni hujayra qiladi. Shuning uchun aytaman, hujayra juda katta zavod, ruda kiradi, mahsulot bo'lib chiqadi. Aynan o'sha joydagi nosozlikni mahsulot to'g'rilagandan keyin xolaysizmi yo'qmi, sizda gistamin normallashadi. Ko'pincha holatda allergik holatda kelmaydi, boshqa kasallik keladi, allergiya yondosh bo'lib keladi bizaga. Davleniya allergiya yondosh, oshqozon kasalliklari allergiya yondosh, ichakda qabziyat bor, allergiya yondosh. Nimaga? Chunki dorilar ham organizmda hujayradagi strukturani buzib yuboradi. Boyagi allergiyaga moyillikni oshirib yuboradi. Doridan allergiya, даже hattoki shunaqa bo'lganki, menda hayotimda qorga allergiyasi bor. Bitta o'quvchini men davolaganman. Qor yog'sa u darsga bora olmaydi. Endi u qiz qanaqa ertaga hayot qiladi? Tasavvur qiling, qor yoqqan kuni 3 oy uyda o'tira olmaydi-ku. Shunaqami? Shunaqada ham shunaqa bo'lganki, o'sha oxiri natija olib, chiroyli qilib shu mahsulotlardan Medunskga kirib, bitirib, hozir oilali bo'lib, baxtli hayot kechiryapti shu qizimiz ham. Qor bilan bog'liq salbiy xotirasi ham bo'lishi mumkin-da. Misol, tajribada bir Rossiya psixologlarida shunaqa tajribasida bo'lgan ekanki, quyoshga chiqqanda allergiya bo'lar ekanda bir ayol. Aniqlashibdi, teta holatiga solishibdi va u allergiya qayerda boshlanganini eslabdi. Aynan 9 yoshlarida dengiz bo'yida qum o'ynab o'tirgan paytda bitta bolacha kelib qumini buzib ketgan ekan, qumdan uy qurib o'tirganda. O'sha joyda qattiq g'azablanganda terisi o'sha quyosh nurini eslab qolgan. G'azablangan paytda xotira saqlangan. Lekin kasallikni boshlanishi undan ham oldinroqqa boradi. Ya'ni o'sha joygacha borishganda, lekin oxirigacha aniqlashmagan, lekin aynan bizning yo'nalishimizdagi psixologiya buni ildizigacha yechim ko'rsatadi. O'sha kuni qizni uyida janjal bo'lgan. Dadasi onasini xafa qilgan. Nega? Sabab faktor o'g'il bola qiz bolani uyini buzib ketyapti. Ko'rasizmi? Undan oldinroq uyda u qattiq g'azablanib xafa bo'lib chiqqan va dengiz bo'yida o'ynashni boshlagan. O'sha joyda o'ynab o'tirganda yana bitta o'g'il bolacha kelib uni o'sha uychasini buzib o'tib ketganda, u 2 karra g'azablanganligi hisobiga quyosh nuri tushib turgani uchun
eslab qolgan, hujayralar eslab qolgan va har doim bu dasturni yangilash payti keldi, bu g'azabni sevgiga aylantirish payti keldi degandek eslataveradi. Bizda psoriazdan tuzalgan mijozlar borda. Oddiygina bitta xafagarchilik, nafrat xati texnikasi bor bizda. Aynan Ganoni asosida ham psixologiya turadi. Sizlar ham o'rgatasizlar, stakan bo'shatish deysizlar-ku. Bizda o'shani nafrat xati ko'rinishda beramizda. 3 oy davomida nafrat xati yozgan, kimdan xafa bo'lsa o'shanga xafagarchiliklarni tozalaganida unda psoriaz kasalidan tuzalish bo'lganda mijozimizda. O'zi kasalliklarni asosiy tagida kimdandir xafagarchilik turadi-ku. Hayotiy vaziyatni qabul qila olmaydi, bu men bilan bo'lish kerak emasdi degan iqrorlikda qolib ketadi va qattiq hislangan bo'lsa, qattiq g'azablangan bo'lsa, me'yordan ortiq g'azab aynan asab sistemasiga o'zini ta'sirini o'tkazib, tanada kasallik ko'rinishida namoyon bo'ladi. Endi bizning tanamizda har bitta tana a'zoyimiz qaysidir yaqin insonimiz bilan bog'liqligi borda. Jigarlarimiz bilan bog'liqligi bor. Buyuragimizni o'ng qismi ota bilan, chap qismi ona bilan bog'liqligi bor. Buyrak yaxshi ishlamayapti degani ota-onadan sevgi, mehr olinmagan, g'azab ko'proq kelgan degani. O'shaning uchun buyrakda muammo bo'lishni boshlaydi-da. Oyog'imizdagi kasalliklar bu bizni maqsadlar sari olg'a yurmayotganligimiz va qo'rquvlarimiz kuchliligidan. Aynan o'sha astma ko'rinishiga o'tib ketishi, tomoqdagi kasalliklar bu gapirish erkinligi yetmaganligidan. Buni avvalo ruhiyatda tozalab chiqilmas ekan, mahsulot juda ham kuchli. Buni psixologik tarafdan yechim qilmasdan ichishni boshlasa ham yechim bo'lib tuzalishni boshlaydi, lekin insonda psixikasi o'zgarmas ekan, xulosasi o'zgarmas ekan, u kasallikni yana qaytarib olaverishi mumkin-da. Men o'zi boshida pochkada pristup bo'lgan, pochkamda tosh bo'lgan, lekin tosh borligini bilmaganman. Pristup bo'lgandan keyin men shu joyga yaqin insonim taklif qilganlar, ungacha lecheniya olganman, bo'lmagan. Ungacha ham bo'lgan narsani, nima deydi, nevroz bo'lganman. Keyin bolalikdan revmatizm bo'lgan, xolitsistit bezovta qilgan. Nevroz bo'lgandan keyin asab muammolaridan har xil narsa bo'ladi. Allergiya ham kelib chiqadi. Allergiya bo'yicha davolanganimda aytganki, fitodermatit deb tashxis qo'yishgan. Endi sen quyoshga chiqishing kerak emas. Endi suvsiz yura olmaysan degan vrachlar. Shu orqali kelib qolganman. Birinchi kelganimda gano choyini ichganimdan keyin nevroz, uxlolmasdim, ikkita miyam siqib og'rirdi. Xuddi sochingizni tortib tursangiz og'riq qo'yib yubormaydi-ku, xuddi shunaqa holat bo'lgan. Shu choy orqali bittada ichib havo almashtirishga ham chiqqanman nevroz orqasidan. Chet davlatga ham bo'lmagan baribir. Natija bo'lmagan. Uxlolmasdingiz, uxlamay ko'zingiz yumiladi, lekin uyg'onsangiz miyangiz dam olmaydi. Uni tasavvur qilasiz. Shu holat bo'lgan. Men bu yerga kelganimda tashkilotga pochka orqasidan kelib turib, birinchi bo'lib mana shu uyquni topganman. Endi davolanganimdan keyin sekin-sekinlik bilan bolalikda revmatizmim ketdi. Mana o'sha toshma allergik fitodermatit deganlari yo'q, u dog' bo'lib ketardi. Shunaqa qichishardi qo'lingiz. Imomtimda oq dog' paydo bo'lib qolgan, qolib ketgan o'shandan-da. U ketgan. Keyin apparatda tekshiruvdan o'tkazganimda, endi do'y posli qilishga tushganimda, даже shuni ham bilmay qolgan ekanman. Meningit o'tkazgansan, bilmagansan deb aytibdi. Shu darajagacha shu narsalarim ham hammasi. Xudoga shukr, Gana Artemedicus klinikasida ham administrator lavozimida ishlab keldim. Lekin kelishdan oldin o'zimni yana bir bor shuncha yilda oldingi holatimni tekshirtirganimda, menda hamma narsa bo'yicha rezultatlarim zo'r, remo probalarim ham, hozir meni hech narsa bezovta qilmaydi. Allergik kasalliklarda ko'proq g'azabdan tozalanish tavsiya qilinadi, xafaliklardan tozalanish tavsiya qilinadi. Menimcha sizlar ham buni tavsiya qilasizlar. To'g'ri aytasiz. Qalb toza bo'lmasa, fikrlash, ruhiyat to'g'ri bo'lmasa, fiziologik tanani sozlash qiyin. Chunki har qanday inson juda bir ongli mavjudot, har qanday yaxshi yomon voqeaga nisbatan unda analiz ketadi. Xohlaymizmi, yo'qmi, biz yaxshi yomonga ajratamiz, o'zimiz bilan o'zimiz suhbatlashamiz. Men shu jarayonda men aytaman, aslida fojia emas. Seni qarashing fojia. Aslida kasalliklar kasallik emas. Bu sizni o'sha o'zingizga nisbatan bo'lgan munosabati sizga kasallik keltirib chiqaradi. Ibn aytgan-ku, davolab bo'lmaydigan kasallik yo'q, davolab bo'lmaydigan insonlar bor deb.
o'sha davolab bo'lmaydigan insonlarda ruhiyat, qalbda ancha bajarish kerak bo'lgan, ishlash kerak bo'lgan joylari bo'ladi. Shuning uchun ham aytamanki, baraka topkurlar, kimda o't muammosi bor, kimda jigar bor, silay rahmi qilinglar. Chunki jigarlaringizda nima uchun yaqinlarimizni o'pkam, yuragim, oshqozonim deymaydi, jigarim deydi. Jigarda nerv hujayra bo'lmaydi. Jigar tumshug'ini tagigacha zahar olib kelguncha indamay turadi. Ukangiz xafa qilsa yugurib xo'jayiningizdan ruxsat, suyunchi olmaysiz-ku, ukam xafa qildi deb, yoki xo'jayingizni singlisi xafa qilsa yugurib kelib sizga hech qachon suyunchi olmaydi, jigari u. Shuning uchun men aytamanki, o'sha to'g'ri jigar o't ishlab chiqaradi. Agar bitta stress bo'ladigan bo'lsa, o'sha o't suyuqligi 12 barmoqqa kelib quyiladigan joyda qisiladi. Chiqayotgan o't ichakka tushmaydi-da, yana qaytib o't qopiga ketadi. Bu bir marta bo'lmaydi, 2 marta bo'lmaydi. Chunki ba'zi shunday bemorlar keladi-da, "Doktor, bilasizmi, 15 yil avval menda nima bo'lgan? Bilasizmi, o'tgan yili nima bo'ldi?" Ha, 15 yil avval. Aslida stress tibbiyotda 30 sekundda o'tib ketadigan narsa. Lekin biz 30 yil uni ko'tarib yuramiz. 30 yil necha marta o'tni nima qilishga, o't dimlanadi-da, borib u quyuqlashib, tuzga, qumga, toshga aylanadi. Vaholanki o't asosiy narsa allergiyadan qutulishda, hamma kasallikdan qutulishda. Chunki o'sha bosh miyadan chiqayotgan hamma nervlar kelib, o'sha nervus vagus degan nerv bor, butun ichagimizni qoplab olgan. Agar ichakda nosozlik bo'ladigan bo'lsa, asosiy narsa yana ichakka keladi, kanalizatsiyaga keladi, allergiyada. Chunki bu joy toza bo'lmasa qutulish qiyin bundan. Men aytamanki, hazil qilib aytaman, kim asabiy bo'lsa, ha deb ushqoq bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri klizmaga jo'natib yuboringlar. Bir klizma qilib kelsin, keyin sal ochiladi deyman. Nimaga? Endi bir tomoni hazil, bir tomoni chin. Chunki ichakka farqi yo'q, ichida nima bor. Ichak u ichidagi narsani qonga o'tkazib yuboraveradi. Tushunyapsizmi? O't ishlamagandan keyin bizni yotgan bir tishlam nonimiz ham u hazm bo'lmaydi. Shunchaki achiydi, bichg'iydi ichakda. Va natijada yerda gijjalarga yashashga sharoit bo'ladi. Iflos joyda sichqon tarakan ko'paygandek, iflos joyda gijjalar mazza qilib yashaydi. Va uni axlati ham o'sha yerda, uni nimasi ham o'sha yerda va qonga so'riladi shu narsa. Bu narsa ertaga asabiylikni, bular bo'lmasga jizzakilikni, borib uyqusizlikni, undan keyin davleniyani va hokazo birini-biri sudrab ketaveradi. Shuning uchun men aytamanki, o'sha birinchi navbatda to'g'ri siz aytganday o'sha qalbini ochib olishimiz kerak. Shuncha aytaman, mahsulot Alloh hammani qalbini ochsin deymiz. Shu oltinga teng, даже undan ham yuqori mahsulotlar hammani dasturxoniga kirib borsin. Shu 3 ta mahsulot terilib tursa, bunaqa oila hech qachon hech kimga qovoq uymaydi. Chunki allergiya shunaqa bir injiq kasallik, kasal bo'lib yota olmaysiz. Nima deydi? Sog'lom bo'lib yura olmaysiz. Bir bahona kasalda bu, bunday qaraganda bahona kasal. Shuning uchun borgan sari bu sizni asabingizga tegadi. Bu sizni bunday diskomfort keltirib chiqaradi. Hozirgi paytda bu hozir mana tekshiruvda nima qildik? Sizda ham allergiyaga yaxshigina moyillik bor ekan. Chunki apparat gistaminni tekshiryapti-da. Erda gistamin degan oqsil bor. Uncha-muncha gistamin tekshirdim, men aytdim, "Yo, allergiyangiz bor." O'sha gistaminni miqdorini shunchaki dorilar bilan bosib qo'ygan qayerda-yu, uni ichak mikroflorasini tozalab turib, hujayrani ichidagi sexlarni ishini nima qilib, undan qutulgan qayerda.